Bir dehqonning bir yaxshi oti bor edi. Kechalardan birida o'sha otni uning otxonasidan o'g'irlab ketdilar. Dehqon otni izlab u yoqdan bu yoqqa yugurardi. Yo'lda o'zining otini mingan bir kishini uchratib qoldi. Dehqon uning oldini to'sib, "Ot meniki-ku" deb faryod soldi. Otliq esa, "Siz xato qilyapsiz, ot meniki" dedi. Dehqon tezda libosini yechib, otning boshiga tashladi va "Agar ot seniki bo'lsa, aytchi, otning qaysi ko'zi ko'r?" deb so'radi. Otliq biroz o'ylab turib, "Chap ko'zi" dedi. Dehqon "Chap ko'zi ko'r emas" dedi. Otliq "Ha, men xato qildim. O'ng ko'zi ko'r edi" debdi. Shundan keyin dehqon libosini otning boshidan olib, o'sha yerda yig'ilgan odamlarga qarab, "Ey odamlar, qaranglar, otning hech bir ko'zi ko'r emas." Ular bu holatdan kulib yubordilar. Shu yo'l bilan o'g'rining yolg'oni oshkor bo'ldi. Otni o'z sohibiga qaytardilar va o'g'rini zindonga tashladilar. Shu yerda hikoyatimiz o'z oxiriga yetdi. Albatta, qilmish qidirmish. O'g'rilik esa juda ham yomon jinoyat va pastkashlikdir. Birovning moliga ko'z olaytirgandan ko'ra, har bir inson o'zi mehnat qilib kun ko'rishi lozim. O'g'irlangan go'shtdan ko'ra mehnat qilib topgan, qotgan noning afzaldir. Sizlarning ham fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz. Endi esa matnning asl forsiy varianti bilan tanishamiz. مرد دهقانی اسب خوبی داشت. شبی همان اسب را از طویله او دزدیدند. دهقان در جستجوی اسب به آن طرف و به این طرف می رفت. در راه کسی را دید که بر اسب او سوار است. دهقان جلوی او را گرفت و فریاد کرد که اسب مال من است. سوار گفت شما اشتباه میکنید. اسب مال من است. دهقان فوراً قبای خود را از تن در آورده بر سر اسب انداخت و از سوار پرسید اگر اسب مال توست بگو ببینم کدام چشمش کور است. سوار کمی فکر کرده گفت چشم چپ. دهقان گفت چشم چپش کور نیست. سوار گفت آری من اشتباه کردم. چشم راستش کور است. بعد از این دهقان قبای خود را از سر اسب برداشت و به مردمی که آنجا جمع شده بودند رو کرده گفت ای مردم ببینید که چشمهای اسب هیچ کدام کور نیست. حاضرین از این پیش آمد خندیدند. بدین طریق دروغ دزد معلوم شد. اسب را به صاحبش دادند و dozd را به زندان بردند. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana bu fors tilidagi varianti edi. O'zlaringizning fikrlaringizni pastdagi izohlarda kutib qolamiz. Obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar obuna bo'linglar. Xayr, salomat bo'linglar.